Qadimgi Misr deyilganida ko'pchilikning xayoliga darhol ulkan piramidalar va sirli firavnlar keladi. Ammo misrliklar minglab yillar davomida turli sohalarda tengsiz ixtirolar yaratib, zamonaviy dunyo hayotiga ham katta ta'sir ko'rsatishgan. Har kuni o'zimiz bilmagan holda foydalanayotgan ko'plab buyumlar, texnologiyalar, hatto tibbiy amaliyotlar aslida qadimgi Misrda boshlangan. Bugungi videoda biz qadimgi misrliklar tomonidan ishlab chiqilgan va bugungi kunda ham dolzarb bo'lgan 5 ta kashfiyot bilan yaqindan tanishamiz. Qadimgi misrliklar Nil daryosining toshqinlarining muntazam takrorlanishini kuzatib, oddiy dehqonchilik rejasidan ancha chuqurroq ilmiy xulosalarga keladilar. Ular uchun yil fasllarining aniq taqsimoti, qachon ekin ekish va qachon hosil olishni bilish nihoyatda muhim edi. Shu sababli misrliklar osmondagi yulduzlarni, xususan Sirius yulduzini sinchkovlik bilan kuzatishadi. Qayta-qayta tekshiruvlar natijasida yil mobaynida umumiy 365 kun borligini aniqlashadi. Ana shu kashfiyotga asoslanib, ular yilni oylarga bo'lish va mukammal tizimni yaratish yo'lidan boradilar. Ayni jarayonda 12 oy, har biri 30 kundan bo'linib, jami ortib qolgan 5 kunni maxsus bayram kunlari sifatida taqvim oxiriga qo'shishgan. Bu kunlar asosan ilohlarni sharaflash va dabdabali marosimlarni o'tkazish uchun ajratilgan. Taqvimdagi kundan kunni, oydan oyni o'tkazish esa ibodatxonalardagi diniy marosimlar, saroydagi siyosiy tadbirlar va oddiy dehqonning ertangi ish rejasi uchun ham zarur edi. 365 kunlik taqvim butun Misr jamiyatiga izchil tartib va barqarorlik bag'ishlaydi. Dehqonlar Nil toshqinlarining boshlanish va tugash muddatlarini oldindan bilib, o'sha davrga mos ravishda dalalarni tayyorlardilar. Ruhoniylar ilohlarga bag'ishlangan bayramlar va ehson marosimlarini qat'iy sanalarda o'tkazib, xalqni bir maqsad atrofida birlashtirar edilar. Shunday qilib, yilning aniq kunlar bo'yicha bo'linishi iqtisod, din va siyosat o'rtasida mustahkam ko'prik vazifasini bajardi. Qadimgi Misr taqvimi keyinchalik Yunon va Rim madaniyatlariga ham katta ta'sir o'tkazadi. O'z navbatida Rim imperiyasi ushbu tizimni takomillashtirib, Yevropa davlatlarida ham joriy etilishiga sababchi bo'ladi. Garchi zamonaviy kalendarda kabisa yillari, oylarning turli muddati kabi qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa-da, uning negizida qadimgi Misrda ixtiro qilingan 365 kunlik model yotadi. Bugungi kunda ertalab va kechqurun tish yuvish odat tusiga kirgan bo'lsa-da, uning ibtidosi qadimgi Misrda boshlanganini ko'pchilik bilmaydi. Misrliklar bu masalaga jiddiy e'tibor qaratib, tishlarni tozalash va davolash bo'yicha ilk tajribalarni yaratishgan. Dastlab ular maydalangan tuxum qobig'i, dengiz tuzi, pomza toshi va turli dorivor o'simlik ekstraktlaridan iborat kukunlar tayyorlashgan. Ushbu aralashma mikroblarni yo'q qilishda juda samarali bo'lsa-da, ba'zida tish emalini shikastlantirish xavfi ham mavjud edi. Shu sabab, vaqt o'tishi bilan yanada yumshoq va foydali tish pastalarini yarata boshlashadi. Eng mashhur retseptlardan biri qatron, asal va rozmarin asosida tayyorlangan aralashma edi. Qatron bakteriyalarni kamaytirish, asal esa milklarni mustahkamlash va yallig'lanishning oldini olishda katta rol o'ynagan. Rozmarin tishlarni mustahkamlash bilan birga yoqimli hid ham bergan. Bu tabiiy pastalar hozirgi tish parvarish mahsulotlarining ildizlari sifatida e'tirof etiladi. Misrliklar cho'tkaga o'xshash vositalarni ham ixtiro qilishgan. Ular ba'zi o'simliklarning ildizlarini chaynab, tishlar orasini tozalash bilan birga milklarni mustahkamlashga erishgan. Keyinchalik bu usul butun Sharq dunyosida misvoq sifatida mashhur bo'lib ketadi va hozir ham ko'p mintaqalarda qo'llaniladi. Bundan tashqari, qadimgi mumiyolarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, ayrim holatlarda tishlarda tabiiy plombalar ham bo'lgan. Bu esa misrlik shifokorlarning tish davolash bobida ancha ilg'or ekanini isbotlaydi. Bundan tashqari, firavnlar va zodagonlar uchun esa alohida retseptlar tayyorlangan. Sirka, asal va xushbo'y o'simliklardan iborat eritmalar og'izdagi bakteriyalarni yo'q qilish bilan birga xushbo'y nafas ham taqdim etgan. Bu an'ana keyinchalik Yunoniston va Rimda ham o'zlashtirilgan va turli o'zgartirishlar bilan butun dunyoga tarqalgan. Hozirgi zamonaviy stomatologiyaning asoslari ham ana shu qadimgi Misr merosiga borib taqaladi. Ming yillar avval to'plangan tajriba bugungi tish pastasi va og'iz gigiyenasining poydevorini yaratgani shubhasiz hayratlanarli haqiqatdir. Ko'plab zamonaviy jarrohlik amaliyotlari va tibbiy asboblarning ildizlari aslida qadimgi Misr davrigacha borib taqaladi. Misrlik shifokorlar suyak sinishlaridan tortib, ichki kasalliklargacha bo'lgan turli xastaliklarni davolash bo'yicha ilg'or tajribaga ega bo'lishgan. Arxeologlar tomonidan o'rganilgan mumiyolar tanasida suyaklarning muvaffaqiyatli bitgani va jarrohlik kesimlarining to'g'ri tikilganini ko'rish mumkin. Bu ulkan yutuqlarga bronza va misdan tayyorlangan jarrohlik pichoqlari, skalpel, pinset va ignalar yordamida erishilgan. Ayni chog'da ayrim mumiyolardan topilgan oyoq barmog'i protezlari dunyodagi eng qadimiy protezlar sifatida e'tirof etiladi.
Misrlik tabiblar jarrohlik amaliyotlari paytida og'riqni kamaytirish usullarini ham rivojlantirishgan. Turli o'simlik ekstraktlari, masalan, afyun va asalning qorishmasi nafaqat og'riqni pasaytirgan, balki yaralarni dezinfeksiya qilishga ham yordam bergan. Bemorlar salomatligini saqlash uchun o'simlik va minerallardan tayyorlangan malhamlar, yallig'lanishga qarshi eritmalar keng qo'llanilgan. Qadimgi tibbiyot matnlari ichida Ebers papiruslari alohida o'rin egallaydi. Unda 800 dan ziyod dorivor retsept va kasalliklarni davolash usullari bayon etilgan. Bu papiruslar o'sha davrda shakllangan mukammal tibbiy bilimlarning yorqin namunasi sifatida baholanadi. Mumiyolash texnikasi ham misrliklarning tibbiy va ilmiy salohiyatini namoyish etadi. Ular jasadni ichki a'zolarni olib tashlash, bir nechta bosqichdagi maxsus kimyoviy ishlovlar va mato bilan o'rash orqali o'ziga xos saqlash usulini yaratishgan. Yuzlab yillarga bardosh beruvchi ushbu jarayon ham keyinchalik dunyoning boshqa hududlarida patologiya va sud tibbiyot sohalariga g'oyaviy zamin yaratadi. Misr tabiblari og'riqni yengillashtirish va inson a'zolarini qayta tiklash borasida o'z davri uchun hayratomuz darajadagi yutuqlarga erishgan. Qog'ozsiz hayot tasavvur qilinmaydigan davrda yashashimizga qaramasdan, bu ixtironing ilk asoslari 1000 yillar avval qadimgi Misrda boshlangan. Misrliklar Nil bo'yida o'sadigan papirus o'simligini maxsus usulda qayta ishlash orqali eng birinchi yozuv materialini yaratishgan. Jarayon ancha murakkab bo'lib, dastlab papirusning tashqi qobig'i olib tashlanar, so'ng ichki tolalari ingichka bo'laklarga bo'linib, suvga ivitilar va bosim ostida bir-biriga zich biriktirilar edi. Shu tariqa yengil, lekin mustahkam varaqlar vujudga kelgan. Papirus varaqlariga yozish imkoniyati qadimgi Misr madaniyatida haqiqiy burilish yasaydi. Dastlab og'ir tosh yoki sopol taxtachalarga yozishga o'rgangan misrliklar endi tibbiy qo'llanmalar, davlat farmonlari va diniy matnlarni papirusda saqlashga o'tadilar. Bunday hujjatlar soni ortib borar ekan, saroy lavozimlaridan tortib oddiy yozuvchilargacha papirusni avaylab ishlatishgan. Suvda ivitilgan tolalarni to'g'ri quritish va keyin maxsus yog'lar bilan ishlov berish, bularning bari papirusni yanada bardoshli qilgan. Hatto 1000 yillar o'tib ketganiga qaramay, ayrim papirus hujjatlarining hanuz mutolaa qilish imkoni borligi uning yuqori sifatdan dalolatdir. Ba'zi tarixiy davrlarda papirusning narxi shu qadar baland bo'lganki, undan faqat saroy amaldorlari va zodagonlar foydalana olishgan. Shunga qaramay, misrlik hunarmandlar papirusni ishlab chiqarish sirlarini maxfiy saqlab, o'zlarining iqtisodiy qudratini mustahkamlashgan. Keyinchalik Xitoyda o'ziga xos qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi yaratilgani sababli, papirusning dunyo bo'ylab yoyilishi uzoq davom etmaydi. Ba'zi joylarda tilla yoki boshqa qimmatbaho buyumlardan ham ustun qadrlangan papirus Misrning savdo aloqalarida muhim o'rin egallaydi. U davlat boshqaruvi, ilmiy ishlanmalar va diniy an'analarni avlodlarga yetkazishda tengsiz yordam vositasi bo'lib xizmat qilgan. Bugun barmoq izi, parol yoki hatto yuzni tanib olish orqali qulfni ochish hech kimni hayratga solmaydi. Lekin xavfsizlik sohasidagi dastlabki jiddiy qadamlar 1000 yillar avvalgi Misrda qo'yilganini bilasizmi? Arxeologlar aniqlashicha, miloddan avvalgi 2000-yillarga oid dastlabki qulflar aynan Nil vodiysida paydo bo'lgan. Ular oddiy yog'och konstruksiyadan iborat bo'lib, kalit kiritilganda ichidagi mayda mixlar siljib, eshikni yopib yoki ochib turar edi. Dastlab bu texnologiya ko'proq omborlar, zodagonlar saroylari va ibodatxonalarni himoya qilishda qo'llanilgan. O'sha davrda xazinani mustahkam saqlash har qanday davlat yoki sulolaning barqarorligini ko'rsatardi. Qadimgi Misr hunarmandlari esa bu borada juda puxta ish tutishgan. Murakkab chizmalarga ega qulflar faqat maxsus maxfiy kalit bilan ochiladigan qulflarni ishlab chiqarishgan. Oddiy aholi esa imkon qadar o'z uylarini yog'och panjaralar yoki soddaroq qulflash mexanizmlari bilan mustahkamlashgan. Vaqt o'tishi bilan metall, xususan bronza va misdan tayyorlangan qulflar paydo bo'ladi. Ular yog'ochdan yasalgan qulflarga qaraganda ancha bardoshliroq bo'lib, buzib yoki sindirib ochish qiyinroq edi. Bu nafaqat o'g'rilarni to'xtatish, balki harbiy talon-tarojlarda ham muhim himoya vositasi bo'ladi. Qadimgi Misr ustalarining ajoyib ixtirolari keyinchalik Yunon va Rimliklar tomonidan takomillashtirilgan holda butun O'rta Yer dengizi bo'ylab yoyiladi. Qiziqarlisi shundaki, ba'zi misrliklar qabrlarda ham kalit qo'yib ketishgan. Ular marhum narigi dunyoda ham uyni egallashi va uni himoyalashga ishonishgan. Buning diniy ahamiyati kuchli bo'lib, kalit ma'lum bir muqaddas ramz vazifasini ham bajargan. Bugungi zamonda texnologiya qancha rivojlanmasin, klassik mexanik qulf va kalit tizimi hanuz saqlanib kelayotgani bejiz emas. Bizning hayotimizda hamon muhim o'rin tutayotgan bu qurilmalar aslida qadimgi Misr ustalarining noyob merosidir. Qadimgi Misrning bu 5 ta ixtirosi bugungi dunyo uchun katta ahamiyatga ega.
Ular yaratgan bu texnologiyalar hanuzgacha rivojlanib, kundalik hayotimizda har kuni keng qo'llanilmoqda. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va obuna bo'ling. Shu kabi ko'plab sirli va qiziqarli tarixiy ma'lumotlar uchun Telegram kanalimizga ham qo'shilib oling. Kanal havolasi esa video tavsifida.